Hammaga assalomu alaykum aka-uka opa-singillar. Mana avtobusda ichki holatidamiz. Aka-ukalar, ushbu avtobusimiz xudo xolasa 2,5-3 sutkada Toshkentga kirib boradi. Ko'rib turibsizlar, mana akalar kelib, o'zini joy-joyiga joylashib o'tirishibdi. Mana bu tomoni avtobusda. Avtobusimiz to'lib qoldi, xudo xolasa. Aka-ukalar, kimda kim ketadigan bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Bizda shunaqa komfortli lyuks avtobuslar, pokiza. Mana zaryadli ustroystvolari bor, mana akalar zaryad qilishadi-yu. Zaryadli ustroystvolari bor. Avtobusda xudo xolasa 2-3 ta voditel, bunda 2 ta voditel 2,5 sutka yetkazadi. Yukka keladigan bo'lsa 50-60 kilo yukni chiroyli qilib, gabaritini katta qilmasdan ixchamgina qilib olib kelsanglar, bemalol ketaveradi. Yukka oshiqcha pul olinmaydi. Tak что aka-ukalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana akamizdan bir suhbat olamiz. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Avtobus yoqdimi aka? Mana yarim yotkizib olib, maza qilib o'tiribsiz. Kenginami ekan avtobus? Telefonda gaplashilgan gap bo'ldimi? Oshiqcha rasxod, kakiyes bo'ldi, to'g'rimi? Nima deysiz aka boshqa yurtdoshlarga? Kesin ketaversin mana. Ishonchlimi ekan? Ishonchli mana, hamma sharoit bor. Zaratchi, qaratchi. Yaxshi aka, bo'lmasam oq yo'l sizga yaxshi yetib oling. Dokumentlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi, hech qanaqa rasxodingiz bo'lmaydi ekan. Zilyo'ni ketaverasizlar aka. Oq yo'l yaxshi yetib olinglar mana. Aka-ukalar mana bemalol kelib ketsanglar bo'laveradi mana. Kimdan mana akamizdan ham suhbat olamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Ha. Bo'ldi aka, gap yo'q mana. Mana ukamizdan. Uka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Ha, Jizzaxdanmi? Qalay ekan avtobus akam? Ichki holatlari, kengini, sidenalari, sharoiti zo'rmi? Zo'r. Boshqa yurtdoshlarga, Jizzaxlik akalarga tavsiya qilasizmi? Hali do'stlar, akalar ko'rsa, sizni YouTube'da ko'rib qolsa, Tavsiya qilamiz. bu qaroring bunga uyatmaydi, hech bola bo'lmaydi. Mayli aka, yaxshi yetib oling, oq yo'l sizga mana. Akamizdan. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikistondan keldingiz mana. Yaxshimi avtobus? Yaxshi, komfort. Zaryadkalari bormi ekan? Aytilgan narsa. qilamiz. Tojikistonlik akalar ham bemalol kelib ketsa bo'laveradi. Hammasiga tavsiya qilamiz. Avtobus yaxshi. Uzloviyalar bor. Bo'ldi aka, oq yo'l sizlarga. Yaxshi yetib olinglar. Dokumentinglar yaxshi, xudo xolasa. Aka-ukalar, tak что kimda kim ketadigan bo'lsa, bemalol abrashasa qilaverasizlar. Mana aka, assalomu alaykum. Joyingizga kelyapsizmi? Aka, qayerdansiz? Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'iston. Avtobus yaxshimikan, brat? Ha, bor, yaxshi. Komfortlilari, zaryadli ustroystvolari, telefonda gaplashilgan gap bo'ldi, oshiqcha gap bo'lmadimi? Tavsiya qilasizmi boshqalarga ham? Gap yo'q aka, oq yo'l yaxshi yetib oling. Sog' bo'linglar aka-ukalar, mana ko'rib turibsizlar. Yusuf, Kabin oshi holilar. olinglar deyapti. Kabin holilar. O'zbekchani ham o'rganib oladi yana bir oydan keyin. Qandaysiz? Sog' Nimaga? bo'linglar, salomat bo'linglar. Yusuf, Toshkentga ketinglar, скажи. Ketma. Sog' bo'linglar.